Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Zudlik bilan zo'r xonadonimiz hovli uyimiz sotuvga chiqdi. Manzilimiz Amindaryoda joylashgan, Ko'kko'lga yaqin joyda. Umumiy maydonimiz 7 sotiylik, 7 xona uy bilan oldi ayvon, sanuzellari ichkarida, chorlovchi alohida sharoitlari bor. Juda ham zo'r holatda ekan. O'zimga ham juda zo'r yoqdi. Xo'p, videoobzorlarimizni qilib o'tamiz. Darvozadan kirganimizda ikkita mashinaga bemalol joylari bor. Bu tomonda bir xona, 3 xona oldi ayvon alohida, bu tomonda yana 2 xona spalni o'zini alohida dahlizi bilan. Bu tomonda chorlovchi alohida joylarimiz bor. Birinchi zonamiz ko'rsatilganida mevali daraxtlari bor, gaz, svet, suvdan hech qanaqa muammo yo'q. Aytib o'tganimizdek, ushbu xonadonimiz zudlik bilan sotilyapti. Narxlarini xonadon egalari 95 ming $, narx so'rashyapti. Oz-moz kelishimdon holatlari bor ekan. Uyimiz remont holatlari juda ham zo'r holatda. Ko'rib turganlaringdek tashqi tomonlari travertin qilingan. Mana shunaqa so'rtaklar qilinyapti. Hozircha uzunlari mana ekilgan. Orqa tomonlarini ko'rsatib o'tamiz. Yozgi oshxonasi. Hozir shunaqa to'sib qo'yishdi. Yozgi alohida общий sanuzel qismi. Xonadonimizning umumiy ko'rinishi juda ham zo'r holatda. Uyimiz ichki holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Oyoq taylari pol qilingan. Marhamat, ko'ramiz. Xonadonga kirganimizda chap qo'limizda bitta shunaqa mehmonxonasi. Oyoq taylari pol qilingan aytib o'tganimizda. Remont holatlari juda ham zo'r. Bitta spalni qismimiz o'zining ichida sanuzeli bilan. Tomonda xonadonimizni ko'rib o'tamiz. Bu yerga kirganimizda oshxona qismi hozircha sklad sifatida foydalanishyapti. Gaz, svet, suv mana ko'rib turganlaringdek aristonlar qilib qo'yilgan. Bu tomonda ham spalni sifatida foydalanishyapti. Ichida alohida o'zining sanuzeli bilan. Bu tomonda sanuzel ham bor ekan. Navbatdagi xonadonimizni ko'rib o'tamiz. Bu tomonda bitta yopiq ayvonimiz. Hozircha mehmonxona sifatida foydalanishyapti. Bu tomonda yana bitta katta zal, xohlaganlar mehmonxona yoki spalni qilsa ham bo'ladi. Bu o'ng qo'l tomonimizda mana bu yerda ham bitta katta xonamiz bor. Xohlovchilar o'zlariga jetskiy qilsa ham bo'ladi. Xo'p, aytib o'tganimizdek, ushbu xonadonimiz salkam 7 sotli 7 xona oldi ayvoni bilan. Xonadon egalari ushbu xonadonimiz uchun 95 ming $, narx so'rashyapti. Oz-moz kelishadigan holatlari bor. To'liq ma'lumotlarni pastda telefon raqamlarimizda qoldirib o'tamiz.